Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki u har birimizning uyimiz, yerimiz, do'konimiz, hovlimiz, meros mulkimiz va kadastr hujjatlarimizga bevosita tegishli. Internetda yangi qonun nomer 1233/2007 mulk huquqini olib qo'yadi. Odamlar shokda. Endi uyingizni tortib olishadi degan gaplar ko'paydi. Men bugun vahma tarqatish uchun emas, balki sizga oddiy tilda huquqiy tomon nima o'zgargani, kim xavotir olish kerakligi, kim esa tinch bo'lishi mumkinligini tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta e'tiborsiz qolgan kadastr xatosi yoki bitta sud xabarnomasini ochmaslik katta muammoga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday muhim masalalarni xalq tushunadigan tilda tahlil qilib boraman. Avvalo eng asosiy savol, haqiqatan ham yangi qonun mulk huquqini olib qo'yadimi? Men buni shunday tushuntiraman. Hech qaysi qonun xohlagan odamning xususiy uyini shunchaki olib qo'yish mumkin demaydi. Konstitutsiya va fuqarolik qonunchiligi bo'yicha xususiy mulk daxlsiz, lekin mulk huquqi mutlaqo cheksiz ham emas. Agar mulk noqonuniy rasmiylashtirilgan bo'lsa, yer o'zboshimchalik bilan egallangan bo'lsa, bino ruxsatsiz qurilgan bo'lsa, davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish tartibi boshlangan bo'lsa, katta qarzdorlik bo'lsa yoki sud qarori chiqarilgan bo'lsa, mulk bilan bog'liq huquqlar cheklanishi, bekor qilinishi yoki boshqa shaxsga o'tkazilishi mumkin. Mana odamlarni qo'rqitayotgan asosiy nuqta shu. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar uy-joyni tilxat bilan sotib olgan. Hovlining bir qismini og'zaki kelishuv bilan bo'lib olgan. Eski kadastrda ko'rsatilmagan qo'shimcha xonalar qurgan, garajni ko'chaga chiqarib yuborgan, do'konni yashash uyidan tijoratga aylantirgan, lekin hujjatni to'liq yangilamagan. Ba'zilar 20 yildan beri shu yerda yashayapman, demak meniki deb o'ylaydi. Ha, uzoq yillik foydalanish muhim dalil bo'lishi mumkin. Lekin mulk huquqini tasdiqlaydigan asosiy narsa baribir hujjat. Kadastr, davlat ro'yxatidan o'tgan huquq, oldi-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, hokim qarori, sud qarori yoki boshqa qonuniy asosdir. Endi nima o'zgardi? Yangi tartiblarning mazmuni shundan iboratki, davlat organlari mulk va yer bilan bog'liq ma'lumotlarni ko'proq elektron bazalar orqali tekshiradi. Kadastr bazasi, soliq bazasi, notarial bitimlar, sud qarorlari, ijro hujjatlari, kommunal ulanishlar, qurilish ruxsatnomalari bir-biriga bog'lanmoqda. Oldin bir mahallada hamma biladi, bu uy falonchiniki degan gap amalda yetarli bo'lib kelgan holatlar bor edi. Endi esa savol boshqacha qo'yiladi. Hujjatda nima yozilgan? Yer maydoni qancha? Bino maydoni qancha? Kimning nomida? Qanday maqsadda foydalanilmoqda? Qarzdorlik bormi? Taqiq yoki bandov bormi? Sud nizosi bormi? Men ko'p ko'radigan birinchi misol. Odam 2010 yilda hovli sotib olgan. Sotuvchi bilan tilxat yozgan, pulni bergan, hatto qo'shnilar guvoh bo'lgan. Lekin notariusdan rasmiy oldi-sotdi qilinmagan. Kadastr esa hali ham eski egasining nomida turibdi. Oradan 15 yil o'tgan. Endi eskiyasi vafot etadi. Uning farzandlari merosga kiradi va kadastrda uy otasining nomida turganini ko'radi. Ular bu bizning merosimiz deb da'vo qilishi mumkin. Haqiqiy pul bergan odam sudda o'z haqini isbotlashga majbur bo'ladi. Mana shunday vaziyatda odamlar qonun uyimni olib qo'ydi deydi. Aslida esa muammo boshidan hujjat to'liq rasmiylashtirilmagan edi. Ikkinchi misol, fuqaro 6 sotiq yer olgan, kadastrda 6 sotiq ko'rsatilgan. Lekin amalda 8 sotiqni devor bilan o'rab olgan. Qo'shni bo'sh turgan joydan 2 sotiq qo'shib olgan, ustiga tandirxona, ombor yoki kichkina ijara xona qurgan. Yillar davomida hech kim indamagan. Endi aerofotosuratlar, elektron xarita va kadastr tekshiruvlari orqali ortiqcha yer aniqlanadi. Qonuniy hujjatda 6 sotiq, amalda 2 sotiq. Bu yerda davlat yoki mahalla 2 sotiqni bo'shat deyishi mumkin. Odam esa mening mulkimni olib qo'yapti deb o'ylaydi. Aslida hujjatdagi mulkiga tegilmayapti. Hujjasi egallangan qism bo'yicha masala ko'tarilmoqda. Uchinchi misol, ko'p qavatli uyda birinchi qavatdagi xonadon egasi derazadan eshik ochib, oldiga zinapoya qurib, xonadonni do'konga aylantirgan. Agar buning uchun loyiha, qo'shnilarning roziligi, hokimlik yoki tegishli idoralar ruxsati, kadastrda funksional o'zgarish bo'lmasa, bu obyekt muammoli hisoblanadi. Ertaga yo'l kengayishi, bino fasadini tartibga keltirish yoki xavfsizlik tekshiruvi bo'lsa, shu noqonuniy qurilmani buzish talabi qo'yilishi mumkin. Bu ham mulkni olib qo'yish emas, balki ruxsatsiz o'zgartirilgan qismni qonuniy holatga keltirish yoki olib tashlash masalasi. Kimlar albatta xavotir olib hujjatlarni tekshirtirish kerak. Birinchi navbatda uy yoki yer sizning nomingizda emas.
Lekin siz yashayotgan bo'lsangiz, masalan, uy otangiz, bobongiz, sobiq turmush o'rtog'ingiz, vafot etgan qarindoshingiz yoki eski sotuvchining nomida turgan bo'lsa, bu xavfli. Ikkinchidan, kadastrdagi maydon bilan amaldagi maydon mos kelmasa. Uchinchidan, uyda qo'shimcha qavat, qo'shimcha xona, do'kon, ustaxona, ombor qurilgan bo'lsa, lekin kadastrga kiritilmagan bo'lsa. To'rtinchidan, yer maqsadi boshqa. Foydalanish boshqa bo'lsa. Masalan, dehqon xo'jaligi yeri ustiga restoran yoki turar joy qurilgan bo'lsa. Beshinchidan, mulk garovda, kreditda, taqiqda yoki ijro hujjati bo'yicha qarzdorlikda bo'lsa, kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Agar sizda davlat ro'yxatidan o'tgan kadastr hujjati bo'lsa, mulk sizning nomingizda bo'lsa, oldi sotda notarius orqali qilingan bo'lsa, soliq va kommunal qarzdorliklar nazoratda bo'lsa, yer maydoni hujjat bilan mos bo'lsa, noqonuniy qo'shimcha qurilish bo'lmasa, sud nizosi bo'lmasa, unda hech kim kelib shunchaki uyingizni olib qo'yamiz deya olmaydi. Davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish holatida ham qonun bo'yicha baholash, kompensatsiya, ogohlantirish, kelishuv yoki sud tartibi bo'lishi kerak. Ya'ni xususiy mulkni olib qo'yish istalgan amaldorning og'zaki topshirig'i bilan amalga oshirilmaydi. Endi davlat ehtiyoji degan masalani alohida tushuntiraman. Masalan, yangi yo'l, metro, elektr tarmog'i, maktab, shifoxona, strategik infratuzilma qurilishi kerak bo'lsa, ayrim uy-joylar yoki yer uchastkalari loyihaga tushib qolishi mumkin. Bunday holatda mulkdorga kompensatsiya berilishi kerak. Kompensatsiya nafaqat devor va tom narxi emas. Unda yerga bo'lgan huquq, bino qiymati, ko'chish xarajatlari, ayrim hollarda biznes zararlar, baholovchi xulosasi, kelishuv shartlari ham hisobga olinadi. Masalan, sizning 4 xonali uyingiz bor. Bozor qiymati 900 million so'm. Agar sizga 500 million taklif qilinsa, men bunday holatda darhol rozi bo'lib imzo qo'ymaslikni maslahat beraman. Mustaqil baholovchi chaqirish, yozma taklifni olish. Taqqoslash va kerak bo'lsa sudga murojaat qilish kerak. Yana bir ko'p uchraydigan vaziyat qarzdorlik sabab mulk sotuvga chiqarilishi. Agar odam bankdan 300 million so'm ipoteka olgan, uy garovda turgan, takis 10 oy to'lov qilmagan bo'lsa, bank sudga yoki notarial ijro yozuviga murojaat qilishi mumkin. Keyin ijro byurosi mulkni xatlaydi, baholatadi va auksionga chiqarishi mumkin. Odamlar buni ham qonun uyimni olib qo'ydi deb qabul qiladi. Lekin aslida bu garov shartnomasidagi majburiyat bajarilmaganidan kelib chiqadi. Shuning uchun kredit olganlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Bank xatlariga javob bering, restrukturizatsiya so'rang, to'lov jadvalini o'zgartirish bo'yicha yozma ariza kiriting, muammoni yashirmang. Meros masalasi ham juda nozik. Masalan, ota vafot etgan, uy uning nomida. Uyda bitta farzand yashab qolgan, qolganlar chetda. Oradan 5 yil o'tadi. Hech kim merosni rasmiylashtirmaydi. Keyin boshqa merosxo'rlar kelib ulush talab qiladi. Uyda yashab turgan odam, men kommunal to'ladim, ta'mir qildim, uy meniki deydi. Lekin qonun bo'yicha merosxo'rlarning huquqi bor. Agar vaqtida notariusga borilmagan, meros guvohnomasi olinmagan, ulushlar aniqlanmagan bo'lsa, kelajakda katta nizo chiqadi. Shuning uchun men doim aytaman, yaqin inson vafotidan keyin mulk hujjatini keyin qilamiz deb qoldirmang. Endi istisnolar va nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik joy, kadastr borligi ham har doim hamma narsa ideal degan emas. Kadastrda texnik xato bo'lishi mumkin. Maydon noto'g'ri yozilgan, chegara qo'shni yeriga kirib ketgan, uy raqami adashgan, eski koordinata bilan yangi elektron xarita mos kelmagan bo'lishi mumkin. Agar bunday xatoni vaqtida tuzatmasangiz, sotish, meros, garov, sud yoki davlat ehtiyoji paytida muammo chiqadi. Shuning uchun kadastr ko'chirmasini olib, undagi ma'lumotlarni amaldagi holat bilan solishtirish kerak. Ikkinchi nozik joy, propiska bor. Demak, uy meniki degan tushuncha noto'g'ri. Ro'yxatda turish yashash huquqi yoki manzilga bog'liq ma'lumot bo'lishi mumkin, lekin mulk huquqini bermaydi. Siz bir uyda 20 yil ro'yxatda turgan bo'lishingiz mumkin, lekin kadastr boshqa odam nomida bo'lsa mulkdor o'sha. Albatta, ayrim holatlarda sud orqali haq talab qilish mumkin, lekin bu alohida isbot talab qiladi. Uchinchi nozik joy, notarial ishonchnoma bilan uy sotib olish. Ba'zilar oldi sot o'rniga generalniy doverenos olib qo'yadi. Bu juda xavfli. Ishonchnoma bekor qilinishi mumkin. Bergan odam vafot etsa, kuchini yo'qotishi mumkin. Merosxo'rlar nizo qilishi mumkin. Agar pul bergan bo'lsangiz, mulkni darhol notarial oldi sotda orqali o'z nomingizga o'tkazing. Ishonchnoma mulk huquqi emas. To'rtinchi nozik joy, noqonuniy qurilmani keyin qonuniylashtirman deb o'ylash. Har doim ham qonuniylashtirib bo'lmaydi. Agar qurilish qizil chiziqqa, yo'l hududiga, muhofaza zonasiga
elektr yoki gaz tarmog'i ostiga, ariq yoki kollektor yo'liga, ko'p qavatli uy umumiy foydalanish hududiga kirib ketgan bo'lsa, jarima to'lab qo'ya qolaman degan yo'l ishlamasligi mumkin. Buzish talabi qo'yilishi ehtimoli bor. Endi amaliy maslahatlar. Men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam, mulkingiz bo'yicha eng so'nggi kadastr ko'chirmasini oling. Buni davlat xizmatlari markazi orqali yoki my.gov.uz orqali elektron shaklda olish mumkin. Ko'chirmada mulkdor kim? Yer maydoni qancha? Bino maydoni qancha? Kadastr raqami, taqiq yoki cheklov bormi? Foydalanish maqsadi qanday? Hammasini tekshiring. Ikkinchi qadam, hujjat papkasini tartibga keltiring. Sizda quyidagilar bo'lishi kerak: kadastr pasporti yoki ko'chirma, oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi yoki meros guvohnomasi, hokim qarori yoki ajratish hujjati, sud qarori bo'lsa uning nusxasi, soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumot, kommunal shartnomalar, qurilish ruxsatnomalari, loyiha hujjatlari. Qo'shimcha qurilish bo'lsa, uning qonuniylashtirilganligini tasdiqlovchi hujjatlar. Agar uy er-xotin nikoh davrida olingan bo'lsa, turmush o'rtog'ining roziligi masalasi ham muhim. Uchinchi qadam, amaldagi holatni o'lchang. Masalan, hujjatda yer 600 kvadrat metr, amalda davr ichida 670 kvadrat metr bo'lsa, bu 70 kvadrat metr kelajakda muammo qiladi. Hujjatda uy 20 kvadrat metr, amalda 200 kvadrat metr bo'lsa, qo'shimcha 9 kvadrat metr qayerdan paydo bo'lganini tushuntirishga to'g'ri keladi. Buni hozir bilib, mutaxassis bilan hal qilish yaxshiroq, keyin sud yoki buzish talabi kelganda kech bo'lishi mumkin. 4-qadam. Agar mulk sizning nomingizda bo'lmasa, darhol rasmiylashtirish yo'lini boshlang. Sotuvchi tirik bo'lsa, notariusga boring. Sotuvchi vafot etgan bo'lsa, merosxo'rlar bilan gaplashing. Kerak bo'lsa, sud orqali tan olish masalasini ko'ring. Faqat tilxat bilan yurmang. Tilxat pul berilganini ko'rsatishi mumkin, lekin ko'pincha mulk huquqini avtomatik o'tkazmaydi. 5-qadam, davlat organidan ogohlantirish, dalolatnoma, xabarnoma yoki sud chaqiruvi kelsa, e'tiborsiz qoldirmang. Eng katta xato shuki, odam xatni olmaydi, sudga bormaydi, o'zi tinchib ketadi deb o'ylaydi. Sud sizsiz ham qaror chiqarishi mumkin. Keyin ijro boshlanganda kech qolgan bo'lasiz. Har qanday xatni oling, nusxa qiling, sanasini yozib qo'ying va yozma javob bering. Agar sizga yeringiz davlat ehtiyoji uchun olinadi deyishsa, og'zaki gapga ishonmang. Yozma qaror, loyiha asoslari, baholash xulosasi, kompensatsiya taklifi, ko'chirish shartlari va muddatlarini talab qiling. Men tavsiya qiladigan ariza mazmuni shunday bo'ladi. Menga tegishli mulk bo'yicha olib qo'yish yoki kompensatsiya masalasi ko'rilayotgan bo'lsa, tegishli qaror nusxasini, baholash hujjatlarini, loyiha asoslarini va taklif etilayotgan kompensatsiya miqdorini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada topshiring. Bittasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring yoki elektron yuboring. Agar kadastrda xato topsangiz, kadastr organiga yozma murojaat qiling. Murojaatda kadastr ma'lumotlarida texnik xato mavjud. Amaldagi hujjatlar asosida tuzatish kiritishni so'rayman deb yozing. Ilova sifatida eski hujjatlar, o'lchov dalolatnomalari, notarial shartnoma, hokim qarori, qo'shni bilan chegara kelishuvi bo'lsa, shularni qo'shing. Agar rad javobi kelsa, rad javobini ham saqlang. Chunki keyingi bosqichda yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilishda kerak bo'ladi. Agar qarzdorlik sabab mulkka xavf tug'ilgan bo'lsa, birinchi ish bank yoki kreditor bilan yozma muzokara. Men to'lay olmayapman deb yashirinish o'rniga to'lov muddatini uzaytirish, jarimani kamaytirish, restrukturizatsiya qilish, garovni sotmasdan qarzni bo'lib to'lash imkonini berishingizni so'rayman deb ariza bering. Har bir to'lovni chek bilan qiling. Telefon gaplashuviga tayanmang. Bugun yozma dalil yo'q bo'lsa, ertaga sudda isbot qila olmaysiz. Men tomoshabinlarga yana bir muhim maslahat beraman. Har qanday hujjatga imzo qo'yishdan oldin o'qing. Ayniqsa kompensatsiya, kelishuv, mulkdan voz kechish, ulushni sotish, ishonchnoma berish, garovga qo'yish. Qarzni tan olish hujjatlarida bitta jumla kelajakdagi huquqingizni yo'qotishi mumkin. Shunchaki formalnost, hamma imzo qo'yapti, keyin to'g'rilaymiz degan gaplarga ishonmang. Huquqda keyin to'g'rilash har doim ham oson emas. Xulosa qilib aytaman. Nomer 1237 atrofdagi vahimali gaplarning ichida haqiqatga yaqin joyi ham bor. Oshirib yuborilgan joyi ham bor. Haqiqat shuki, hujjatsiz, noto'g'ri rasmiylashtirilgan, noqonuniy qurilgan. Qarzdorlikka tushgan yoki nizoli mulklar bo'yicha nazorat kuchaymoqda. Oshirib yuborilgan joyi shuki, qonuniy hujjati joyida bo'lgan mulkdorning uyini hech kim shunchaki olib qo'ya olmaydi.
sizning eng kuchli himoyangiz baqirish yoki vahima emas, balki toza hujjat, yozma dalil, kadastr mosligi vaqtida berilgan ariza va zarur bo'lsa malakali yurist yordamidir. Agar sizning uyingiz, yeringiz yoki do'koningiz bo'yicha shubhali holat bo'lsa, buguni hujjatlarni tekshiring. Kadastr ko'chirmasini oling, mulk kimning nomida ekanini ko'ring, maydonlarni solishtiring, qarzdorlik va taqiqlarni aniqlang. Muammo chiqishini kutmang. Chunki mulk masalasida oldindan harakat qilgan odam yutadi. Izohlarda yozing. Sizda kadastr hujjatlari to'liqmi? Mulk o'z nomingizdami yoki hali rasmiylashtirilmagan muammo bormi? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.